Yo do'stlar, siz eng mashhur Real MMA kanaldasiz. Bu kanalda so'nggi MMA va boks yangiliklari birinchilardan bo'lib sizlarga uzatilinadi. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz boshladik. Assalomu alaykum hammaga. Mangu ligasi birinchi turniridan so'ng dunyo miqyosida 96-chi pog'onaga ko'tarildi. Avvalambor prezidentimizga rahmat, davlatimizga shunchalik shart-sharoit berayotganligiga va xalqimizga rahmat. Xudo xolasa Mangu ligasi 25-aprel kuni Humo Arenaga yana qaytyapti. Bizda fight kartlarimiz aniq. Eng kuchli sportchilar, reytingli sportchilar jang qiladi. Xudo xolasa kelinglar, qo'llab-quvvatlanglar. 25-aprel hammanglarni kutamiz. Mangu liga sizlar uchun Xudo xolasa zo'r shoularni ko'rsatadi. Fakt yes fakt. Kimga qiziq bo'lsa, Tapologiga kirib prosta jahon reytingini ko'rsa, kim qaysi o'rinda turgani hamma narsa ochiq bilinadi. Furqatbek, birinchi savolim, nimaga aynan ayyomni tanladingiz? Menda uni tanlash hayolim ham yo'q edi. U menga yozdi bo'ydan keyin, men unga yozdim. O'zimizni qo'shni mamlakat bilan urushgandan ko'ra chet elliklarga urushgan yaxshiroq dedim. Lekin u ligaga ham yozibdi. Yana yozdi atmetga qilib. Mayli dedim, shu urush xohlagan ekansan, как раз menga ham raqib kerak edi dedim. Qiziq savol, albatta darajalar har xil. Sizni fikringizcha, siz qanaqa darajasiz, u qanaqa darajada? Endi misol bo'ydan oldin ko'p gapirganning foydasi yo'q, lekin jahon reytingi, Tapologidagi reytinglar o'zi uchun o'zi gapiradi. Men haqiqiy level, darajani qanaqaligini shu bo'yda ko'rsataman. Chunki ko'p odamlar barbaga samleniya qilyapti, unga samleniya qilyapti. U ham 100% men bilamanki, barbaga ishongan holatda xayolida oson bo'y bo'ladi. Shuning uchun menga vizit tashladi, men udalnik bo'lganim uchun. 25-aprel chista firework kutinglar. Haqiqiy big drama show bo'ladi, inshaalloh. Tak do'stlar, Gold o'zlaring bilasizlar, so'ttalib ketdi 3,5 yilga endi. 3,5 yildan keyin biroq chiqadi u endi. Goldning qasında bir bavri bor edi. Хотя so'men to'g'rilsam ekan saqlash. Потому что men жетпіске qo'g'im kelmaydi unday. Davlarning to'g'rilsam keladi. Как ты, брат? Нормально? Нормально. Хочешь драться? Ha, hoch, urushaman. Когда? Любой время. Sen bilan eski tema qolgan, o'shan yopishim kerak emas sen bilan. Да, urlamay so'rash, ko'zim yumib ketadi. Не надо. Qanday nada? Чуть-чуть убавь. Sen urushasanmi? Urushaman. Tayyormisan? Tayyorman. So'rashib kelib turmi? Qachon urushamiz? Любое время тоже самое. Bo'ldi. Ertaga san ham mana yutaylik, Давай. keyin potom urushamiz. Давай. Tayyormisan? Интересно. Menga ham interesno. Biz O'rta Osiyo, Yevropa ukamız boyimizni kitobda. Jay so'raydi. Tayyormisan? Tayyor. Yaxshilab podgotовка qil. Ko'zim. Ko'lach kabi boksmi? Любой. 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 Tamam. Bu. Удачи senga, omad. Удачи, давай, саған да omad.